Assalomu alaykum, Arzon Chorvani YouTube'dagi obunachilar. Obunachilar, Do'xolis Namangan viloyati Yorqo'rg'on tumani Yorqo'rg'on mol bozoridan olingan va sotilgan mollarni video syomkalarini beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib qo'ying, esdan chiqmadi. Nech pul bo'ldi aka? 8 million so'm bo'ldi. Obunachilar xunajim, barakasini bersin. Bittadan like bosib qo'yish, esdan chiqmadi. Novas nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi Novas? Narxini bilishimiz ekan. Qo'lchoqlar nech puldan bo'ldi? Narxini bilishimiz ekan. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar, Do'xolisi katta novoslarimiz kelyapti, narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? Narxini bilishimiz ekan. Aka nech pul bo'ldi Novos? 30 million so'm bo'ldi. Obunachilar, barakasini bersin. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Aka nech pul bo'ldi? 30 million so'm bo'ldi. Obunachilar, nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? 31 million so'm bo'ldi. Obunachilar, barakasini bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Do'xolisi novoslari любительlar kelyapti. Bittadan like bosib qo'ysalar, Do'xolisi narxini bilan tanishamiz. Aka nech pul bo'ldi Xunajon? 18,5 million so'm bo'ldi. Barakasini bersin. Aka novoslar nech puldan bo'ldi? Nech puldan bo'ldi aka? 27 million so'mdan Do'xolisi 5 tasi baraka bo'ldi. Barakasini bersin. Do'xolisi keyingilarini ko'rsatamiz. Obunachilar, Do'xolisi shved novosimiz kelyapti. Tog'a nech pul bo'ldi Xunajon? Narxini nech pul bo'ldi aka? 28 million 200 ming so'm bo'ldi. Obunachilar, qirg'iz shved. Barakasini bersin olib sotganlar. Arashan qo'chqorimiz narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi Arashan? $1000 bo'ldi. 12 million so'm bo'ldi. Obunachilar, barakasini bersin. Bo'ylari 1 metr keladi. Keyingilarini ko'rsatamiz. Nech pul bo'ldi aka yana bola? Nech pul bo'ldi aka yana bola? 43 million so'm bo'ldi. Obunachilar, barakasini bersin. Bolasi buqacha ekan. 3-4 oylik bo'g'oz ekan. Obunachilar, keyingilarini ko'rsatamiz. Novoslar haqiqiy kattalardan kelyapti. Aka nech pul bo'ldi buqa? Mana sotilmabdi. Sotilmabdi. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul? Nech pul bo'ldi aka? 68 ming so'mdan taroziga olibdi. Oldindagi ikkitasi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Qo'chqor narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi Qo'chqor? Nech pul bo'ldi aka? Qo'y sig'maydi. Nech pul bo'ldi aka? 31. 6 million 100 ming so'm. Obunachilar, barakasini bersin. Do'xolis obunachilar, keyingini novos narxini bilamiz. Nech pul bo'ldi aka? 31 million 500 ming so'm. Obunachilar, barakasini bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka nech pul bo'ldi? 30 millionlar 30 million so'mdan obunachilar 9 tasi baraka bo'libdi. Cho'jani. Aka nech pul bo'ldi? 30 milliondan bu ikkinchisi kelyapti. Nech pul bo'ldi? Narxini bilishmasak, 30 millionlar ichida. Ya, 9 tasi 30 million bo'ldi. Obunachilar, barakasini. Shved buqachamiz. Aka shved buqacha nech pul bo'ldi? 16 million so'm. Obunachilar, barakasini bersin, omon sotgan. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar, Do'xolisi buqamiz kelyapti. Buqa narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi buqa? 48 million 500 ming so'm bo'ldi. Obunachilar, barakasini bersin, omon sotgan. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka sigir nech pul bo'ldi? 18 million so'm bo'ldi. Obunachilar, barakasini bersin. Keyingi xunachilar narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? Narxini bilishimiz ekan, shoplar ekanlar. Keyingilarni ko'rsatamiz. Simental nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi ojba? Narxini bilishimiz ekan, lekin zo'r ekan. Barakasini bersin, omon sotgan. Nech pul bo'ldi aka xunajon? Nech pul bo'ldi? 52 million so'm bo'ldi. Obunachilar, 3 tasi barakasini bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Echkichilar narxini bilamiz. Nech puldan bo'ldi? Nech puldan? 2,5 million so'm. 1 million 250 ming so'm. Barakasini bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Do'xolisi obunachilar. Nech puldan bo'ldi tog'a? Ojba nech puldan bo'ldi qo'ylar? Narxini bilishimiz ekan. Keyingilarni ko'rsatamiz. Keyingisi ko'rsatamiz. Tog'a sigir nech pul bo'ldi ojba? 20 million. Nechalar bo'g'az? 9 oylik bo'g'az ekan. 20 million so'm. Nech puldan bo'ldi tog'a xunajillar? 26 million so'm. Jupa 13 million so'mdan. Obunachilar, barakasini bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz.